Qish oylarining sovuq kunlarini qaynoq chegirmalar bilan davom ettiramiz. Bekobod shahrida joylashgan Texno City do'konida qaynoq chegirmalari bo'lib o'tmoqda. Batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Honor X6 telefonimiz eski narxi 199 ming so'mdan, hozir 40% chegirmada 119 mingdan. Ko'rib turgan sak 3/5 gilaminglar 230 ming so'mdan, 70% chegirmada 69 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Seventage 7 kilogramli avtomat kir yuvish mashinasi 378 ming so'mdan, hozir 50% chegirmada 189 mingdan. Ushbu nafis gilamli 2/3 30 ming so'mdan, 40% chegirmada 18 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Monix 43 smart televizorlarimiz 158 ming so'mdan, 50% chegirmada 129 ming so'mdan. Oshxona ugaloklari 198 ming so'mdan, 60% chegirmada 79 ming so'mdan. Xarid qilish uchun quyidagilarni o'zi yetarli: pasport, texpasport, harbiylar guvohnomasi va pensiya guvohnomasi. Ushbu aksiyani 24 oyga bo'lib to'lash evaziga olsangiz bo'ladi. Aksiyamiz 20-dekabrgacha amal qiladi. Manzillarimiz Bekobod, Guliston, Chirchiq, Yangiyo'l va Samarqand viloyati Urgut tumanida. Sizlarni barcha do'konlarimizda kutib qolamiz.